Qaranglar, yangi moshinda avtomatik Cobalt 12 ming yurgan. Yangi moshinda shu vaqtgacha mana shu programmani deb aka qancha rasxod qildim deysiz programmaga? 1,5 million. 1,5 million rasxod qilingan. Mana o'zi 12 ming yurgan moshinga shu vaqtgacha o'zi ko'p yurilmagan moshinga 1,5 million rasxod qilingan. Sababi moshin mana metan uстановка qilingandan keyin metanda risk drayvga qo'yib, risk gazni bosaman deydigan bo'lsalaring, tutilib yuradigan odati bor edi. Benzindan gazga o'taydiganda qaltirab, zaslonkasi to'lgandek taxometr o'ynab bir pasdan keyin o'ziga kela turadi. Katta oborotda avgonga chiqaman deb gazni polikgacha riski bosilsa, moshin bir xil osilib qolgandek, bir xil turib, hech qanaqa bir oborot oladigan yo'q edi. Skor, katta skorda qolib ketaveradi. Misol uchun, avtomatlarda shunaqa narsa qilinganki, avgonga chiqaman deb gaz pedalni polikgacha bosadigan bo'lsalaring, 5-skorda bo'ladigan bo'lsa, misol deb aytay, 5-skorda ketadigan bo'lsalaring 3 ga, 6-skorga ketadigan bo'lsa 4 ga arqaga qaytaradi. Ya'ni oborotni tezlashtirish uchun skor orqaga qaytadi. Bu qaytmay qolish holatlari kuzatilayotib turadi. Shu vaqtgacha programma qildirishgan hech qanday rezultat bo'lmagan akalar. Oxirgi qildirishgan programmalari bilan oldimizga olib kelishdi. Ограниченияda turgan holatda, parkingda turganda bilasizlar, zavodskiy holatda ham o'zi 3,5 mingdan gazni polikgacha bosib tursa ham 3,5 mingdan o'tmaslik kerak. Bundan oldingi holatda programmada o'zi 3,5 mingdan o'tib ketadigan holat bo'lib, benzindan gazga o'tadigan paytiga qaltirab qolib, gazni riski bo'lsa tutilish holati, kondisionerni yoqqan paytiga vobshe bo'g'ilish holatlari bilan keldilar. Hammasini korobka motor programmasini o'zlarining moshinlarga tayyorlab yozib berdik. Idealniy bo'ldi moshin. Kondisionerda ham vobshe idealniy bo'ldi. Kondisionerni yoqib ham sinab ko'rdik. Hozir test qiladigan vaqtimizdagi videoda olishga mumkin bo'lmadi. Sababi moshinlarimiz ko'p edi. Undan tashqari gaz regulirovkalarini qilish kerak edi. Mana gaz regulirovkalarini qilib bo'ldim. Bu yerdagi ishlari ham tugadi. Xullas, moshin ideal bo'ldi. Akalar, ortiqcha xarajatga tushib qolmasliklaring uchun, oksalaring, moshinlaring sosteniyasiga qarab tayyorlab beraman. Eng muhim joyini aytib o'tadigan bo'lsam sizlarga, misol uchun, motorga ham, korobkaga ham yoziladigan programmada hamma narsa me'yorni bilish kerak. Misol 1.5 motor 2 tur motor bo'lib qolmaydi, me'yordan ortiq qo'riladigan bo'lsa. Mana Asad doktor. Asad. Asad. 2 tur motor bo'lib qolmaydi bu. Misol 1.5 motorda agar sizlar me'yordan ortiq qilib kuchaytirib tashigalaring bilan bekorga motorga ham, korobkaga ham nagruska berasizlar. O'shaning uchun normal holatda qilish kerak. Benzinda chirlamash kerak. Mana benzinda chirlamaydi, gazda bo'g'ilmaydi. Hozir undan oldingi holatda benzinda ham chirlab ketish holati bor edi, aytishingizdan chiqdi. Benzinda chirlab ketish holatini ham yo'qotganmiz. Benzinda chirlab ketish holati sizlarni kamida 5-6 millionga tushiradi. Sabab nima deydigan bo'lsalaring, chirlagan payti gilzaga porshon urilib, porshon sinish holati, erib ketish holatlari kuzatiladi. Bu degani sizlarni yangi motorlaringni ochib, motor qilishga to'g'ri keladi, porshonlarni almashtir. Bu 5-6 million rasxod, undan tashqari 1-2 kun ustida yotgan, motorni brak qilgansizlar. O'shaning uchun e'tibor beringlar. Benzinda chirlamash kerak, gazda bo'g'ilmash kerak. Kondisionerda ham moshin hech qanday bo'g'ilish holati sezilmaydi. Agar motordagi holat tiniq ishlasa, gazni zapchastlarida muammo bo'lmasa, ideal ishlab beradi bizning programma. Shu xizmatlar bo'yicha pastki nomerlarga ittifoq kelaverasizlar. Joylaringiz sog' bo'lsin, charchab qolmanglar.